Yulduz Usmonovani chaqiraylikmi ochilishga? Hosila Rahimovami? Ozoda Nursaidovami? Shahlo Ahmedovani chaqiring desam. Hozir kunda bilasizlar, nima qo'rqinchli bo'lib qoldi? Qurilishda reklama qilishdan qo'rqinchli narsa o'zi bo'lmay qoldi blogerlar uchun. Shaxsan men ham masalan reklama qilayotgan joyimda o'ylayman ko'pincha. Xuddi mana shu yerda yangi qarshi sitini 1 yil oldin, mencha 1 yil ham bo'lmadi, Anvar aka. 1 yil oldin mana shu yerda hech balo yo'q edi. Tip-tekis joy edi. Mana shu ahvolga kelib turib, hozir men xuddi boshqa qurilish ko'rgandek bo'lyapman aka. Xudo xohlasa. Hammamizni yuzimiz yorug' bo'ladi. Ko'pga va'da berganmiz, ko'pni duosi, ko'pni ishi bilan bo'lyapti-da. 1 yil oldin nima yo'q edi, hech balo bu yerda. Rostagama qo'yib qoldim. Bu yerda ishlayotgan odamlar, bu yerda shunaqa tez ish ketyapti. Men taniydigan quruvchilar, endi boshqalar bilmadim. Men taniydigan quruvchilar ichida eng tez, eng sifatli qurilish topshirayotganlardan sizsiz aka, quruvchilar. Men taniyotganlarni. Hayla, hamma quruvchilarimiz zo'r, ustoz quruvchilarimiz bor. Men boshqa quruvchilar yomon degan. Endi men bitta narsa gapirishimda, mendan katta, mendan ancha oldin boshlagan quruvchilarga bir ko'ngliga bo'lib qoladigan bo'lmasin. Ustoz quruvchilarimiz bor. Men shu kishilarda ko'rgan, shu kishilardagi eng zo'r narsalarni olyapmiz. Xudo xohlasa mana shu yildan boshlab o'sha o'zimizni yangiliklarni qilishni boshladik. Bog'da kinoteatr, ichkarida mehmon uyi. Buni aytdim-ku, Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand. Endi u tomonlar ham xuddi shunday-yu, lekin mana shu voha tomonda mehmondorchilik, boyaga aytganimdek, juda boshqacha. Uyingizga borsam qabul qilarkanmi deb kelmaydi-da. Bizlardan qishloqdan kelgan mehmonlar, aniq ketdik, o'tkirdi uyga qolamiz, to'y o'tkazamiz, yotib qolamiz dedi. O'shanaqada mana shu yerdan bir xonali, 2 xonali uy olgan odamlar uchun noqulaylik tug'dirmasligi uchun mehmon uylarimiz bor. Siz u mehmon uyida O'tkir akadan, mendan, shu yerdan uy olgan odamdan uyalmasdan kelib, O'tkir kirgizmasa mehmon uyida qolamiz deb bemalol kelingizlar. Tekin shunday qabul qilamiz. Keyin yana bitta tarafi bog' va kinoteatrlar bo'lar ekan bu yerda. Kinoteatr. Kinoteatr shida. Shu yerda favora bor, katta fontan bor, 2 ta. Bu yerda klimatda issiq-ku. Kechqurun shular yongandan keyin mana bu yerda salqinlik ana paydo bo'lib, zo'r bo'ladi. Daraxti endi 1600 ta daraxt mana shu yerga. Hech qaysi bunaqa prostoy, mayda daraxt emas, katta-katta. Dahshat, zo'r. Juda kam vaqt ichida tez, sifatli topshirilishga mencha 1 yil bo'lmasa mana shu 1 yil ichida topshiriladi. Yaqin oradan bu 26-iyunda topshiriladi. O'tkirjon bitta narsani so'rasak, mana shu Qashqadaryo, Qarshi xalqidan 26-iyun kuni topshirilishi bo'ladi. Sizlardan bitta iltimos, kommentariyada yozib qoldirsalaringiz. Yulduz Usmonovani chaqiraylikmi ochilishga? Hosila Rahimovami? Ozoda Nursaidovami? Shahlo Ahmedovani chaqiring desam. Men birinchi komment yozaman Shahlo Ahmedov kelsin. Eng to'plarni aytingizlar, kimni chaqiraylik? Xudo xohlasa ochilish bayramiga sizlarga shu bir ajoyib konsert, uy olgan, olmagan bo'lsangiz ham bir ko'rsatib, ko'nglingizda o'sha kuni bayram bo'lib, o'sha kuni shu tinch yurtda shunaqangi bayramlar bo'lyapti, maza qilib uxladim deb sokin aniq qilishingizga sababchi bo'laylik.